Uyda müştəndək oxşayan təmizlik sırtlarınınkidimi peyzi bo'lib ketadigan şavurni tayyorlab yeb bakmoqlar bormi? Do'stlar, tayyorlash usulini bek oddiy, qanchalamaygan o'ylanglar. Har kun müştəndək qulay yeyish tamoqlarni tayyorlashni o'rgatdim. Basirtim chekini qo'shib olishni unutmanglar. Aldidan ketarlik materiallardan to'g'ri go'shti, so'zimbash piyoz, ko'k qizil lavzani müştəndək so'zincha qilib to'g'rab olamiz. Aqdan to'g'ri go'shtni ta'minlantirib olamiz. To'g'ri go'shtni ta'minlantirishga yarim qoshiq tuz, yarim qoshiq qaramosh, ozroq jon yoqib yaxshi aralashtirsak bo'ldi. Agar aldirab qolmasangiz 15-20 minutlar to'xtatib ta'minlantirsangiz bo'ldi. Materiallarni shunday tayyorlab olgandan keyin keyingi bosqichda qo'rimni qo'rishdan boshlaymiz. Qo'rim qo'rgan qozonga ozroq may purkagandan keyin aldidan to'g'ri go'shtni silib qo'rib olamiz. To'g'ri go'shtni shunday qo'rib pishirib olgandan keyin boshqa qolgan ko'katlarni baraqlarni silib qo'raymiz. Qo'rish jarayonini yarim qoshiq tuz silib qo'raymiz. Bularni bek pishirib o'tmaymiz. Bir qo'r yumshagandan keyin taxsiga olsak bo'ldi. Endi bosqichda turmalni yugashni boshlaymiz. Aldi bilan Gulnoraning qarboday turmalning ustiga bir qoshiq atrofida maysa samsax qizilmishga yami yeyitgandan keyin bayatni tayyorlab olgan qo'rimizni muvofiq miqdorda elib yugaymiz. Turmallarni shunday yugab bo'lgandan keyin kavab pishirgan qozimizni esib turmalning oldiga bir qo'r sarg'aytib olamiz. Oxirida taxtaga elib dal o'rtadan ichiga bo'lib taxsiga olsak bo'ldi.